Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Meliqulova Dilso'zman. Bugungi mavzu pedagogning kasbiy komponentligi. Birinchi reja pedagogning komponentligi, ikkinchi reja kasbiy komponentlikka ega mutaxassis sifatlari, uchinchi reja kasbiy komponentlik namoyon bo'ladigan jarayonlar. Pedagogning komponentligi bilimdonlik, kasbiga moslik, malakalilik, tajribalilik, mas'uliyatlilikni rahbarlik faoliyatiga singdirib borish, o'z sohasini, ishini ustasi bo'lish, sohasining sirlarini har tomonlama chuqur bilish demakdir. Komponentlikning turlari: nazariy va amaliy bilimlar uzviyligi, kasbiy bilimlar va ko'nikmalarni tizimli tarzda takomillashtirib borish, bo'lajak kasbiy pedagogik faoliyat bilan funksional bog'liqlik, talabalar amaliy faoliyatining ko'rgazmaliligi, o'z kasbiy faoliyati yuzasidan bosqichma-bosqich mustaqil faoliyat yurgizishga intilish va mas'uliyat hissini shakllantirish, kasbiy komponentlikka ega mutaxassis sifatlari: o'z bilimlarini izchil boyitib boradi, yangi axborotlarni o'zlashtiradi, davr talablariga chuqur anglaydi, yangi bilimlarni izlab topadi. Komponentlikka yo'naltirilgan ta'lim amerikalik tilshunos Xomiskiy Massachusets universiteti tomonidan taklif etilgan kompetensiya atamasining umumiy ma'nosida shakllanadi. Yevropa Kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda kompetensiya tushunchasi o'quv, komponentlik, qobiliyat, mahorat singari tushunchalar qatoriga kiritilgan. Yevropa davlatlarining ta'lim vazirlari Boloniya deklaratsiyasida ta'lim islohotlarining konseptual asoslari sifatida komponentlik yondashuvi e'tirof etildi. Kasbiy komponentlik namoyon bo'ladigan jarayonlar: murakkab jarayonlarda, noaniq vazifalarni bajarishda, bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda, kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda. Kompetensiya muammosi va uning turlari nafaqat bizda, balki MDH mamlakatlarida olimlarning ham tadqiqot mavzusi bo'lib kelmoqda. Kompetensiyaning turlarini tavsiflanishiga doir xilma-xil yondashuvlar mavjud. Jumladan, Muslimov, O'rozovalar kasbiy ta'lim nuqtai nazaridan kompetensiyalarni 5 turga ajratadi.